Yunusobod tumani Hasanboyda yangi obyektimiz chiqyapti. Shahar tarafda bu uyimizni 3 sotuv maydonga tushgan, umumiy 300 kvadrat maydonga ega. Hozir shu uyga sizlar bilan to'liq video obzor qilib chiqamiz. Aytib o'tdim, Hasanboyda joylashgan shahar tarafda bu uyimizga o'sha Shohsaroy restoran orqali ham kirsa bo'ladi yoki-da o'sha betonka taraf bilan ham kirsa bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafdan boshlaymiz. Bu yoqda ko'rayotganinglarda bitta yozgi oshxona qilingan, hamma sharoitlari bor. Bu tarafda tashqari uchun bitta sanuzel va bitta kladovkasi bor. Mana binoyimiz ana shunaqa umumiy ko'rinishi, o'rtada mana shunaqa katta zelenoy zona. Ko'rayotganinglardek bu binoyimizga, 2 qavatli binoyimizga mana bu yoq tarafdan garaj taraf bilan kiriladi. Bu yoqda yana bitta eshik bor. Bu alohida bino, bir-biriga o'tsa bo'lmaydi ichidan. Bu yoqda bitta o'zini alohida spalnyasi bor, mana shunaqa. Bitta xona ko'rayotganinglardek, mana shunaqa hovliga qaragan. O'zini ichida alohida sanuzeli bor. Ko'rayotganinglarda sanuzelda ham hamma sharoitlar qilingan. Bu yoqda bitta mana shunaqa garderobi ham bor. Xo'p, aytib o'tgandek bu alohida, endi bu yoq binoga, shu 2 qavatli binoga chiqib ko'ramiz. Undan oldin mana shu garaj bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bu yoqda garaj ko'rayotganinglarda, bu yoqqa bemalol 2 ta katta mashina ham sig'adi. Tashqarida ham, ko'cha tarafda ham mashina qo'ysa bo'ladigan joy bor. Mahalla ham keng, unaqa tor mahalla emas. Bismillah deb kiramiz. Hammalarimizga nasib qilsin. Juda ham chiroyli edi. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. 3 sotuv bo'lgani bilan undan katta proyekti shunaqa yaxshi qilingan, undan ancha kattaga o'xshaydi. Kirishimiz bilan mana shunaqa bitta oshxona bizani kutib oladi. Ko'rayotganinglardek oshxona anchagina keng. Ko'rayotganinglardek har bitta oynaga mana shunaqa zaborlar ham qilingan. Panjaralar. Mana bu yoq tarafda bo'lsa, birinchi qavat uchun bitta spalnya. Bu yerda bo'lsa, birinchi qavat uchun bitta общий sanuzel. Chap tarafda mana shunaqa bitta katta hol qilingan. Bu uyimizda 2 ta hol bor. Ikkinchi qavatda ham hozir holni ko'rsatib o'taman. Mana shu holdagi oynadan bitta ko'rinishi holdagi. To'g'rida bo'lsa, mana shunaqa bitta katta zalimiz bo'lyapti. Mehmonlar kutib olish uchun juda ham chiroyli zal. Mana bu yerdan hovlining ko'rinishi shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qoldiringlar. Uy haqida fikringizni ham bemalol kommentlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hozir ikkinchi qavatga chiqamiz. Undan keyin podvalni ham ko'rsatib o'taman. Podval ham anchagina keng. O'sha bu uyimiz ana chelly bo'lmasa ham 85% qismi tegi podval qilingan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shunaqa katta hol kutib oladi. Ko'rayotganingizda betga ham bemalol divanlar qo'yib, televizor qo'yib, oilaga o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa endi yana bitta spalnya. Bu yerda bo'lsa bitta sanuzel. Bu ikkinchi qavat uchun общий sanuzel. Bu yoq tarafda bitta spalnya. Bu spalyaning farqi o'zini ichida alohida sanuzel qilingan. Bu yoqda kichikroq xona, buni yosh bolalar uchun xona qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki-da kichikroq bitta ofis qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa yana bitta spalnya. To'g'risi nechta xona bo'lganini ham o'zim esimdan chiqarib qo'ydim. Hamma ma'lumotlar, bu uy haqida hamma ma'lumotlar opisaniyada bo'ladi. Hammasini yozib qoldiramiz. Bu uyimizni kvadraturasi 300 kvadrat maydonga ega. Hozir endi sizlar bilan podvalga tushamiz. Xo'p, mana podvalimiz, podvalga tushishimiz bilan mana shunaqa bitta katta zona bo'lyapti. Bu yoqda bitta kichkina kladovka yana. Bu tarafda bitta xona, buni xona o'rnida ham ishlatsa bo'ladi menimcha. Bu yoqda bo'lsa uyimiz ana yuragiga joylashtirilgan.
shunaqa hamma kotyolniklar. Anchagina bitta ham joy bor. Bu yerda endi yana bitta mana shunaqa kichikroq kladovka. Shu uyimizni sotuvda agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlar hammasi opsiyada yoziladi. Narxlarigacha yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu uyimizda ikkita edi, hozir bittasi qolgan. Bittasi sotilib bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.